Assalomu alaykum, hurmatli aziz qadrdonlarim, radnoylarim. Xudo xolasa mana Allohning inoyati bilan, izni bilan, o'zining chaqirig'i bilan safarga chiqdik. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Alloh uchun men sizlar hammanglarni yaxshi ko'raman. Obodiy kor tilim bilan ozor bergan bo'lsam, meni kechiringlar. Xudo xolasa borgandan keyin hammanglarni haqqingizga duodamiz. Aslo tark etmagansan bizni.